Ekrani katta Zikring so'raganlar uchun maxsus obzor. Zikring Nur. To'liq rangi mavjud: ko'k, qora, yashil va albatta pushti rang. Keling bugun obzor yashil rangidan boshlaymiz. Xo'p, korobkaning ichidan nimalar chiqadi? Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ishlangan, hadya uchun juda ham zo'r. Maxsus tilak. Zikring Nur tasbehini o'zi. Yashil rangini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Endi buni bitta farqi bor, ya'ni bunda hadya qilgan odamlar razmerini bilishingiz shart. Chunki bunda 3 xil razmer bor, 18, 20, 22 razmerda bo'ladi. Ichidan maxsus zaryadkasi chiqadi. Juda ham sifatli, kabellar juda yaxshi ishlangan. Va eng tagida ko'rishingiz mumkin yo'riqnoma, ya'ni qanaqa ishlatishingiz to'g'risida barcha yozilgan maxsus yo'riqnoma chiqadi. Va undan tashqari bizning tasbehlar hammasiga garantiya beriladi. Tasbeh telefon ulagandan keyin ko'rishingiz mumkin, mana bu joyi bor, ya'ni nastroyka bo'limi bor. Kirgandan keyin, ya'ni versta degan joyda yangi degan nastroyka ko'rishingiz mumkin. Buni demak, yangilash kerak. Ya'ni dasturni yangilash kerak. Yangilagandan keyin bu yerda tasbehda ham o'zgarishlar paydo bo'ladi. Xo'p, yangilamasdan tushuntirib beraman sizlarga tasbeh haqida. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda tasbeh aytish boshlashingiz bilan telefonda ham ko'rinadi qancha aytayotganingiz. Va yana zo'r tarafi, buni ekran ko'rishingiz mumkin. Sonlar juda ham yaxshi ko'rinadi, ya'ni katta ko'rinadi. Bu tasbeh aynan o'sha sonlar katta ko'rinish bilan ajralib turadi qolganiga nisbatan. Xo'p, yana bitta zo'r tarafi bor. Mana bu yerda qaysi joyda vibratsiya berishni o'zingizlar belgilasanglar bo'ladi. Masalan, menda ikkitada vibratsiya bersin desanglar, ikkita tasbehdan keyin sizlarga tasbeh vibratsiya berish boshlaydi. Keyin bu yerda ko'rishingiz mumkin, sizlarning poni qancha tasbeh aytgansizlar hammasi analiz qilib turiladi. Xo'p, bundan tashqari maxsus tasbehlar bor. Buni ham chekaragan bo'lsanglar, misol uchun tasbeh tanlash, duolar, standart qanaqa duolar bo'lsa hammasini qo'shib olsanglar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari ekranni aylantirish funksiyasi bor. Bu funksiya yaqinda bu tasbehga qo'shildi, chunki bu yo'q edi bunaqa funksiyasi. Chunki ekran katta bo'lgani uchun bu funksiyani qo'shish olmagan edi, lekin qo'shtirdik bu narsani ham. Endi bemalol tasbehni bunaqasi etsanglar ham bo'ladi. Xo'p, uzun topish funksiyasini ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r vibratsiya beradi. Va albatta hamma tasbehda bor funksiya, ya'ni sizlarga ziklansa turgan funksiyasi. Uni yoqib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun soat 9 dan boshlasin, soat 10 gacha. Xo'p, har 5 daqiqada eslatib tursin. Yoqib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlarga har to'g'ri 5 daqiqada zikrlarni eslatib boradi. Va albatta men hadya qilmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu joydan yech funksiyasini bosasizlar va tasbeh telefondan ulanadi. Buning uchun maxsus kod terasizlar. Tasbeh telefondan uzildi. Hozir biz sizlarga ekrani boshqa zikringlardan kattaroq bo'lgan Zikring Nur tasbehini obzorini qilib berdik. Bu tasbeh xarid qilish uchun bizni hamkorlar bilan albatta bog'laning. Bunaqangi obzorlarni o'tkazib olmaslik uchun iQB Central Asia'ga obuna bo'lib qo'ying.